Assalomu alaykum hammaga. Mana kech bo'lsa qaramasdan ishlarimiz avjida davom etyapti. 240 kvadratli obyektimizda ishlash, quruq ishlashga shaharni qilib beryapmiz. Bu ishimiz pashti tugab qoldi. Hozir ichkaridan bitgan va quyilish jarayonini ko'rsataman. Izlashganimiz juda sifatli va nol bo'lib chiqqan. Buni ustidan nalimni qo'yib qo'yilmaydi. Remoy target, laminat nima qilishingiz kerak bo'lsa, hammasini ustidan remoy qilib ketaverasiz. Kimgadir sifatli ishlashga xizmat kerak bo'lsa, nima aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishingizni tez va sifatli bitirib beramiz. Ishlashganimizni qalin bo'lganlar bu qalin emas. Ko'rib turganingizni mana tugash qismida Pinaplex o'shaning uchun sizga qalin ko'rinadi. O'rtacha 7-8 sm.